Hozir 3 vaqtligimizda 3 vaqt go'sht yemasak chidig'ili olmaydigan holat shakllanib qoldi. Hatto ba'zanlar polo yesa, qo'sh go'sht besi polo yeydi, pocha polo yeydi. Susay lag'may yetgan adamni ko'gil olmaydi hozir. Hammalar buyruq lag'may yeydi. Kebab, polo, samsa, petermanta, go'sht non, go'sht kirida xo'shan ham kebabni yegan chig'imizni chuqum tuzli deganga obdan chilab yeyotamiz. Bu narsalarning o'zini muvofiq yegan bo'lsak bitta, lekin buni doimlik tamog'imizda doim yeyotamiz. Mush bir hafta sayli sayohat qilish, mehmondorchilik uchrashdimmi, nurg'unlagan nechilning yoqi o'zini noyati pokiz badani pokiz tutib kelgan odamlar mushu mehmondorchilikning yuz kelolmaymi? Yuqori qon besim, diabet kasalligini boshqa yurtlarga berib, ashuni bil yuktirib olib kelyapti. Endi bu gapimni desam, endi motiv chiqdi, endi go'sht yemang deb chiqdi ham yerda. Biz opa bilmayman detgan, biz opa endi kebab yemang detgan, biz polo yemang detgan. Endi biz zodi nima yeytmas? Kunduz suiqashlar yurmay ichib o'ltamtimiz biz deb cho'qim chiqilsa saklab. Hamisha muvofiq o'g'ini yaxshi. Agar sizlarda yuqori qon besim, diabet kasalligining dastlabki shartlari hozirlangan qonda may ko'p, qon quyuqlik, qonda yepishqoqlik, semizi qatorliq alomatlar olmagan bo'lsa, odatdagi normadan ozroq jiq yegan bo'lsangiz, bashqiqning yeshim bo'lmaydi. Lekin qoningizda may ko'p, qon quyuq, qonni yepishqoqligi eshib ketgan, ancha bir tashirgan chog'ingizda siz yuqori qon besim bo'g'ilib qolibsiz, tanyobuning bozug'iga kag'ilib qolibsiz degan odamni diqqat qilmasangiz bo'lmaydi. Agar bu kasallik chaplashsa, bu kasallik dunyo tavasi davo bo'lmasa, bir umr dori yetgan gap. Nurg'unlarga dori yig'ilmay, börekni zaiflashtirishlar, mingni zaiflashtirishlar. Yürekni zaiflashtirishdi. 30 yoshdan aşağı aşmay ming'angli qon tushib, palajulab qotgan odamlarimiz qadamda bir uchramadi. Bulapma go'sht kebabga Amroq odamlardan Janubiy Shinjang, bulapma Xotanning odamlari butun Shinjang bo'yicha kebab go'shtni eng ko'p iste'mol qildi. Shunga bu Xotanda yuqori qon besim, diabet kasalligi boshqa qarg'anchaqda intayin ko'p. Urug' tuqqanlarga deydiganimiz, go'sht yemay urtug'ilmaydi, lekin muvofiq yeyli. Sayko'k tatlarni ko'proq iste'mol qildi. Mushunday qilsak, biz kebab nima, go'sht nima, yeni bilme yuqori ilik narsanimi muvofiq yesak bo'laverdi. Mushu yemak ichmaklarni normal tanglab bersanglar, mushu yegan tomoqlaringlar sizlarni u darajada sizlardan o'ch olmaydi.